Saka shahridan yangi so'z ustasi, o'ta gapga usta san'atkor Avaz Oxunga atab yozilgan she'r. Nevaramni ismlarini Avaz qo'ydim. Haqiqada qo'chqor emas novvos so'ydim. Gapga usta sizga o'xshab kulib yursin. Zalga chiqsa quchoqlari gulga to'lsin. Niyatim zo'r Toshkent tomon bormoq edi. Avaz Oxun konsertiga kirmoq edi. Avazbekka shu she'rlarim yoqarmi deb qo'llariga gul o'rnida bermoq edi. Gap gapirib muxlislarni kuldirasiz. Kerak bo'lsa ichaklarini uzdirasiz. Zalda nechta muxlis bo'lsa hammasiga razmer bilan shlyapani kiydirasiz. Asakani cho'ntagida bo'lganmisiz? Do'ziraga oshni damlab yeganmisiz? Asakani bog'larida muxlislarga yangisidan g'azal aytib berganmisiz? Baliqchini bog'larida ko'rishaylik. Yangisidan aytib bering kulishaylik. Avaz Oxun yuzga kirib yuravering. Quyosh bo'lib doim porlab turavering. Bobo Sulton Mirzo taxallusi bilan tanilgan o'ta zehnli va kuchli adabiyot jurnalist, shoir O'sar Oxun.